Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, Ütkeni sıkın idin, hak ıslanın tülhuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Museb'dek, şir yürek oğlanları. Baraqa. Biz bu Habashistonlik qizning qanday qilib Makkaga qul qilib setivitilganligini aniq bilmaymiz. Uning nasabi, ota-onasi va ajdodlarining kimligi to'g'riliqmi bizda aniq ma'lumot yo'q. Ayni vaqtda Baraqaga o'xshashla arablardan va g'ayri arablardan bo'lgan nurg'unlagan qiz-o'g'illar tutib kelinib, qul bozoriga ilib berilib setivitilgan. Rəhimsiz xo'jayinlarning quliga tushib qolganlarning taqdiri to'liq ichinishlik bo'lib, xo'jayinlari ularni it-eshakning o'rnida shiltib, eng qabih muomilda bo'lgan. Ashundaq inson qilipidan chiqqan muhitda nihoyat oz bir qismningla ta'liyi o'ngdan kelgan. Ular mehribon va rahimdil kishilar tarafidan setivilinganlar edi. Baraqa bu Habashistonlik yosh qiz dal ashundaq taliyliklarning biri edi. Uni Abdulmutallibning o'g'li, sehi va mehribon Abdullah setib olgan edi. U Abdullahning oilasidagi birdan-bir cho'risi bo'lib, Abdullah Aminaga uylanganda o'xshashla har ikkaylarining xizmatini qildi. Baraqaning aytib berishicha, ular to'y qilib 2 hafta o'tgandan keyin Abdullahning dadisi ularning uyiga kelib, o'g'liga Suriyaga boradigan savdo karvoni bilan Suriyaga berib, tijorat qilib kelishga taklif berdi. Buni anglagan Amina qattiq beoram bo'lib, "Bu qandoq gap? Men texi tirnoqlarimdagi xinilarni qurmagan yangi kelin tursam, yo'ldoshim tijorat bilan Suriyaga boramdikan" deb to'lab ketdi. Abdullahning tijoratga ketishi Aminaga to'liq og'ir keldi. Beoramlik ichida u hushidan ketdi. Baraqa mundaq deydi: "Men Aminaning hushsiz yotganini ko'rib, qo'rqinimdan xinim deb varqirab tashildim. Amina ko'zni ichib menga qaradi. Uning ko'z yoshlari yuzlariga sirg'ib tushyotdi. Ingrashdan o'zini tutib olib menga: "Ey Baraqa, meni karvatga yotqizib qo'y" dedi. Amina uzun vaqt o'rin tutib yetib qoldi. U o'zini yo'qlab kelgan hurmatga sazovar muloyim bovoy Abdulmutallibdan boshqa hech kimga gap qilmadi. Abdullah ketib 2 oydan keyin Amina meni bir tong saharda chaqirdi. Uning chiroyi xushallikdan nurlanib ketgan edi. U menga: "Ey Baraqa, men bir g'alati tush ko'ribdiman" dedi. Men "Tushingiz xayrli bo'lg'ay" dedim. U tushimda qo'risqimdan bir nur chiqib, Makkaning atrofidagi tog'larni va jilg'alarni nurlantirayotganligini ko'rdim dedi. Men "Homildor bo'ldingizmi?" deb so'radim. U "Ha, Baraqa" dedi. Men "Yaxshilik ilib keldigan, xislatlik bir bol tug'digan o'xshaysiz" dedim. Abdullah qaytib kelmagan seri Amina g'amkin va ma'yus bo'lib qoldi. Baraqa uning yonida turib, uningga tasalli berdi va qiziqarli hikoyalarni aytib berish orqali uni g'amdan xalos qilishga tirishdi. Abdulmutallib kelib, uningga Yaman podshosi Abrahaning pat orada shaharga hujum qilmoqchi bo'lganligini, shunga u boshqa makkaliklarga o'xshash uydan chiqib tog'da panohlanib turishi zarurligini aytganda, u texmi qayg'urib ketdi. Amina uningga o'zining to'liq hasratlanib ketayotganligini, tog'larga chiqolmaydiganligini, ammo Abrahaning hargizmi Makkaga kirib, Makkani vayron qilib o'tolmaydiganligini, chunki uni Alloh qo'g'daydiganligini aytdi. Abdulmutallib nihoyat tashvishlanib ketdi. Ammo Aminaning chiroyida hech qanday qo'rqish alomatlari ko'rinmaydi. Uning Ka'baga hech kimning ziyon yetkazolmaydiganligiga qat'iy ishonchi bor edi. Degandekla qo'shinlarning oldida pildan birini haydab mangan Abrahaning qo'shini Makkaga kirmay turibla halok bo'ldi.
Baraqa kecha-kunduz Aminadan ayrilmadi. U mundaq deydi: "Men Aminaning karvatining tubida yerda uxlaytdim va kechalari yo'ldishni chaqirgandagi ingirgan ovozlarni anglaytdim. Uning ingirashlarini anglaganimda uningga tasalli beratdim." Karvandagilarning bir bo'ligi Suriyadan qaytib keldi. Makkadagi tijoratchi oilalar ularni xushallik bilan qarshi oldi. Baraqa Abdullohning xabarini o'qib kelish uchun o'g'irliqcha Abdul Muttalibning uyiga borgan bo'lsa-mu, hech bir xabar ololmadi. U Aminaning qishig'a qaytib bordi. Ammo uning qayg'usini kuchaytirmaslik uchun uningga ko'rgan anglaganlardan hech nima demadi. Karvonning qolgan qismi oxiri yetib keldi. Abdullah yanıla yo'q edi. Keyin Baraqa Abdul Muttalibning uyidagi vaqtda Madinadan kelgan qo'rqinchli bir xabarni, Abdullahning o'lib ketganlik xabarini angladi. U mundaq deydi: "Bu xabarni anglab, chiqirib tashildim. Shu ketgancha ikkinchi qaytib kelmaydigan Abdullohga qayg'urib, biz uzundan beri kutayotgan bu suyimlik odamimizga qayg'urib, Makkadagi eng chiroyli yigit Qurayshning faxri Abdullohga qayg'urib, tug'ilgan holda Aminaning uyiga kirganimdan boshqasini bilmayman." Amina bu shum xabarni anglab hushidan ketdi. U hayot mamot o'tirsida turayotgan shu holatda men uning karotining yenidan bir qadammo ayrilmadim. Aminaning uyida mendan bo'lak odam yo'q edi. Osmonlar Allohning nuri bilan nurlanib ketgan bir kechasi Amina o'g'li Muhammadni tuqqaniga qadar men bu uzun kunlar va tunlarda uning holidan xabar elib yaxshi kutdim. Muhammad tug'ilganda Baraqa tunji bo'lib uni quchqiga oldi. Cho'ng dadisi Abdul Muttalib uni Ka'baga elib berib, barliq Quraysh xalqi bilan birlikda uni tabrikladi. Ondan u Halima bilan Sahroga vatildi. Sap havoliq bu kang ketgan cho'lda Halima uning holidan xabar oldi. Baraqa Amina bilan birga turdi. 5 yildan keyin Muhammad Makkaga qaytirib kelindi. Amina bolasini samimiylik va cho'nqur muhabbat bilan topshirib oldi. Baraqa uni xushallik va hurmat bilan qarshi oldi. Muhammad 6 yoshga kirgan yili onasi Madinadagi yo'ldishi Abdullohning qabrisini yo'qlab kelmoqchi bo'ldi. Baraqa va Abdul Muttalib nasihat qilib uni to'smoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Aminaga gap yegizolmadi. Shunda qilib Amina, Muhammad, Baraqa uchaylan cho'ng bir to'gining ustiga o'rnashtirilgan kichik havdajga o'tirib, Suriyaga boradigan cho'ng bir karvon bilan birga yo'lga chiqdi. Bu sabiy bolaning azoblanib ketmasligi uchun Amina Muhammadga dadasining qabrisini yo'qlig'ini ketayotganligini aytmadi. Baraqa Aminaga tasalli berib mangdi. Muhammad yo'l bo'yi Baraqaning quchqida uning bo'ynidan quchoqlagan holatda uxildi. Karvon ildam yo'l yurib 10 kun bo'lganda Madinaga yetib keldi. Muhammad Banu Najjar qabilasidan ona taraf tog'larining uyida qoldi. Amina Abdullohning qabrisini yo'qlig'ini ketdi. Qisqa bir necha hafta jarayonida Amina kunlarini qabrining yonida o'ltirib o'tkazdi. U qayg'u hasratdan tugishibli ketgan edi. Makkaga qaytish yo'lida Amina qizib, ig'ir kasal bo'lib qoldi. Ular Madina bilan Makkaning o'rtasida joylashgan Abva degan joyda to'xtadi. Aminaning salomatligi borgan sari nacharlashib ketdi. Qop-qorong'u bir kechasi uning qizitmasi texim o'rlashga boshladi. U nihoyat alsirgan holda Baraqani chaqirdi. Baraqa mundaq deydi: "U mening qulqumga mundaq pichirildi. Ey Baraqa, men pat arada bu dunyo bilan xo'shlashiman. O'g'lim Muhammadni sana topshirdim. U mening qo'risqimniki chig'idila dadasidan ayrildi. Amdilikda u ko'z oldida onasidan ayrilmoqchi bo'lyotdi. Uningga ona bo'lgan, ey Baraqa. Sen uningdan hargiz ayrilma." Bularni anglab, yuragim o'rtinib ketdi.
qattiq yig'lashga boshladim. Bola mening yig'i ovozimni anglab, tangla yig'lashga boshladi. U o'zini onasining quchog'iga tashlab, bo'yindan chin quchoqildi. Amina oxirgi qitim bir ingrab, ondan mangulikka jimib ketdi. Baraqa to'limi ichinishliq yig'ildi. U o'z qo'li bilan qumliqqa qabr kovlab, Aminani yerlikida qo'ydi. Ko'z yoshlaridan qabra ho'l bo'lib ketdi. Baraqa bu yetim bola bilan Makkaga qaytib kelib, uni cho'ng dadasiga topshirib berdi. U baldan xabar olish uchun shu uyda turdi. 2 yildan keyin Abdulmutallib o'lib ketdi. U balani elib, tag'isi Abu Talibning uyiga bordi. Toki bola cho'ng bo'lib, Xadichaga uylanganga qadar shu uyda turib, uning holidan obdan xabar oldi. Ondan Xadichaning uyida Muhammad alayhissalom va Xadichalar bilan birga turdi. U doim "Men uningdan ayrilmayman, ham u mendan ayrilmaydi" deydi. Bir kuni Muhammad alayhissalom uni chaqirib, "Ey ona, men hozir to'y qildim. Ammo siz teqchilar to'y qilmadingiz. Biror odam kelib sizga to'y qilish taklifini qo'ysa, qanday qaraysiz?" dedi. Baraqa Muhammad alayhissalomga qarab, uningga "Men hargizmi sendan ayrilmayman. Ona bo'lguchi bolasini tashlab etamdi?" deb javob berdi. Muhammad alayhissalom kulib uning beshiga suyib qo'ydi. U ayoli Xadichaga qarab, "Bu Baraqa, bu mening ikkinchi onam. U mening oilamning bir qismi" dedi. Baraqa Xadichaga qaradi. Xadicha uningga, "Ey Baraqa, siz yoshligingizni Muhammad uchun qurbon qildingiz. Hozir u sizning qilganlaringizni ozroq bo'lsa-mu yondirmoqchi bo'lyotdi. Muhammad va men uchun sizga qayerlik yetib qilishdan burun yotliq bo'lishga ma'qul bo'ling" dedi. Baraqa, "Kimga yotliq bo'laman?" deb so'radi. Xadicha, "Madinadagi Xazraj qabilasidan Ubayda ibn Zayd siz bilan to'y qilishni so'rab kelibdi. Men uchun uni rad qilmasangiz" dedi. Baraqa ma'qul bo'ldi. U Ubayda ibn Zaydga yotliq bo'lib, Madinaga bordi. Madinada u bir o'g'il tug'di. Uningga Ayman deb ism qo'ydi. Shuningdan tortib kishilar uni Ummu Ayman deb atadi. Ammo uning to'yi uzunga bormadi. Yo'ldishi o'lib ketib, yana Makkaga qaytib berib, Xadichaning uyida Muhammad alayhissalom bilan birga turdi. Shu chaqda u uyda Ali ibn Abu Talib, Xadichaning ilgirki yo'ldishidan bo'lgan qizi Hindi va Zayd ibn Harislar turadi. Zayd Kalib qabilasidan bo'lgan arab bo'lib, kichik vaqtida Makkaga tutib kelinib, qul bozorida sotib etilgan. Uni Xadichaning jiyani sotib olib, Xadichaning xizmatini qilishga birga edi. Xadichaning uyida Muhammad alayhissalomni yaxshi ko'rib qilib, o'zini uning uchun atadi. Ularning munosabati xuddi dada bilan bolning munosabatiga o'xshaydi. Zaydning dadasi uni Makkaga izlab kelganda, Muhammad alayhissalom uningga dadasi bilan qaytib ketish yoki o'zi bilan birga qilish ixtiyorligini berdi. Zaydning dadasiga bergan javobi bo'lsa, "Men hargizmi bu odamdan ayrilmayman. U menga dada bolasiga muomala qilgandek nihoyatda yaxshi muomala qildi. Men o'zimni bir kunmi quldek his qilib boqmadim. U mening holimdan yaxshi xabar oldi. U menga kuyundi. Meni yaxshi ko'rdi. Doim meni xushal qilishga tirishdi. U insonlarning eng yaxshisi, maxluqotlarning ichidagi eng ulug' odam. Men qandoqmi uni tashlab, sen bilan birga ketaman? Men hargizmi uningdan ayrilmayman" degandan iborat bo'ldi. Keyin Muhammad kishilarning oldida Zaydni ozod qilganligini jakarladi. Shundoq bo'lsa-mu, Zayd uning oilasining bir a'zosidekla uning bilan birga yashadi va uning xizmatiga o'zini atadi. Muhammad payg'ambarlik bilan hurmatlangan chaqda
Baraqa va Zayd uningga kelgan vahiyga dastlab iymon etqanlardan bo'ldi. Ular dastlabki musulmonlar jamiyatida Qurayshning qilgan zulmlarini va ziyonkashliklarini boshdan kechirdi. Baraqa va Zayd payg'ambar alayhissalom uchun mo'ljalligisiz xizmatlarni qildi. Ular Qurayshning zulmidan qo'rqmasdan jinini olqiniga ilib qo'yib, mushriklarning planlari va suiqasdlaridan payg'ambar alayhissalomni xabardor qildi. Bir kechasi mushriklar payg'ambar alayhissalom sahobalarni yig'ib islom dinini o'rgatadigan Arqamning uyiga boradigan yo'lni to'sib qo'ydi. Xadija payg'ambar alayhissalomga muhim bir xabarni yetkazish uchun Baraqani avatdi. Baraqa hayotining xatarga uchrashiga qaramay Arqamning uyiga yetib keldi. U xabarni payg'ambar alayhissalomga yetkazgan chig'ida payg'ambar alayhissalom kulib turib, "Alloh sizga barakat bersin, ey Ummu Ayman. Jazmanki sizga jannatda bir o'rin hozirlangan", dedi. Ummu Ayman qaytib ketgandan keyin payg'ambar alayhissalom sahobalarga qarab, "Oranglardan kimki jannat ahlidan bo'lgan bir ayolga uylanmoqchi bo'lsa, Ummu Aymanga uylansin", dedi. Sahobalarning hammasi jimjit o'ltirishib, bir og'izmo gap qilishmadi. Chunki Ummu Ayman chiroyli bo'lmasdan 50 yoshlarga kirib qolgan ojiz ayol edi. Shu chaqda Zayd ibn Harisa: "Ey Rasululloh, men Ummu Aymanga uylanman. Alloh bilan qasamki, u puldor va chiroyli ayollardan yaxshiroq", dedi. Zayd bilan Baraqa to'y qilib, bir o'g'il farzand ko'rdi. Uningga Usama deb ism qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom uni o'z o'g'ildekla yaxshi ko'ratdi. Doim uning bilan birga o'ynaydi. Uni suyib qo'yatdi va o'z qo'li bilan tamoq yegizatdi. Musulmonlar doim mundaq deydi: "U bizning suyimlik odamimizning suyimlik o'g'li." Usama kichik vaqtidan boshlabla o'zini islom ishlari uchun atadi. Keyin payg'ambar alayhissalom uningga ig'ir vazifalarni topshirgan edi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilgan chaqda Ummu Aymanni oilasidagi ba'zi muhim ishlarni bajarish uchun qoldirib qo'ydi. Keyin u Madinaga o'zi yolg'iz hijrat qildi. Cho'llardan va tog'lardan o'tadigan uzun va jafoliq yo'llarni piyoda bosdi. Havo chidag'usiz issiq bo'lib ketsa-mu, bo'ron chopqinlarda yo'llarni farq qilg'il bo'lmasa-mu, u Allohning suyimlik payg'ambari Muhammad alayhissalomga bo'lgan cho'nqur muhabbatining turtkisida jafo mushaqqatlarga bardoshlik berib, yo'lini davomlashtirdi. U Madinaga yetib kelgan chaqda putlari yerilgan, ishig'an, yuz ko'zlari qum to'pilari bilan bulg'angan edi. Payg'ambar alayhissalom buni ko'rib hayojonini bosolmay: "Ey Ummu Ayman, ey ona, haqiqatan sizga jannatda bir o'rin hozirlangan", dedi. Ondan o'zining qo'llari bilan uning yuz ko'zlarini muloyimlik bilan surtdi. Putlarini va mo'risini uvlab qo'ydi. Madinada Ummu Ayman musulmonlarning ishlari uchun o'zining borlig'ini atadi. Uhud g'azotida u ustigonlarga suv yetkazib berdi. Yalanganlarning holidan xabar oldi. U payg'ambar alayhissalomga ergishib, Xaybar va Hunayn g'azotida o'xshash ba'zi g'azotlarga qatnashdi. Uning o'g'li payg'ambar alayhissalomning yaqin sahobalaridan bo'lgan Ayman hijratning 8-yili Hunayn g'azotida shahid bo'ldi. Baraqaning yo'ldoshi butun hayotini payg'ambar alayhissalom va islom uchun bag'ishlagan Zaydmo Suriyadagi Mu'ta g'azotida shahid bo'ldi. Baraqa bu chaqda 70 yosh atrofida bo'lib, ko'p vaqtini uyida o'tkazadi. Payg'ambar alayhissalom doim Abu Bakr va Umar bilan uni yo'qlab keladi va uningdan so'raydi: "Ey ona, yaxshi turayotamsiz?" Baraqa: "Ey Rasululloh, faqat islom dini yaxshi turayotgan bo'lsa-la, men yaxshi turayotman", deydi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin Baraqa doim yig'laydigan bo'lib qoldi. Bir qitim boshqalar uningdan "Nima uchun yig'layapsiz?" deb so'raganda, u javob berib: "Alloh bilan qasamki,
men Rasulullohning o'lib ketadiganligini bilatdim. Ammo men hozir ustunki osmondan keladigan vahiyning oyoqlashganligiga yig'layapman, degan edi. Baraqa payg'ambar alayhissalom tug'ilgandan toki vafot bo'lguncha uningga yaqin yashagan birdan bir odam edi. U hayotida payg'ambar alayhissalomning oilasida aktiv xizmat qildi. U hurmatlik, axloqli payg'ambar alayhissalomga cho'nqur ixlos qildi. Uning xizmatiga o'zini atadi. Uning islomga texmi kuchlik muhabbati va ixlosi bor edi. U Osmon radhiyallohu anhuning xalifalik davrida vafot bo'ldi. Garchi uning nasabi aniq bo'lmasa-mu, uning jannatdagi o'rni aniq va shubhisizdir. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari Ketti Ömer'e Osman Nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari